Yer yuziga nimadir bo'lyapti. Ekvadorda suv qirg'oqdan anchagina uzoqlashdi. Bu holatni okeanning tubida oqim kam bo'ladigan joydagi g'avvozlar ham sezishdi. Bunday holat birinchi Qrimda va Turkiyada kuzatildi. Keyinchalik esa Ispaniyada ham 100-150 metrga, Mariupolda esa naqd 800 metrga suv qirg'oqdan uzoqlashgan. Oradan bir necha hafta o'tib, aynan xuddi shunday holat Tailandda ham kuzatildi. Suv hayvonlariga bir nazar solaylik. Akulalar birdaniga katta to'da bo'lib, xavotirli suza boshlashdi. Kit va delfinlar o'z xohishlari bilan xuddi nimadandir qochayotgandek sohilga chiqib kelishmoqda. Eng qo'rqinchlilardan biri Kaliforniyaning Janubiy Baja shtatidagi sohillarning birida suv sathidan naqd 3-5 ming metr chuqurlikda yashaydigan qiyomat balig'i sohilgacha chiqib kelgan. 15-20 kun oldin esa suvning tubida 5-6 ming metr chuqurlikda yashaydigan iblis baliq deb nom olgan afsonadagi mavjudot anchagina yuqoriga chiqib kelgan va ko'pchilik uni ko'rishga muvaffaq bo'lgan. Bu baliqlarni uchratish ham noyob, ham noxush holat degan gumonlar bor. Bu ma'lumotlar bilan hech kimni qo'rqitmoqchi emasman, lekin siz bilan men yashayotgan mana shu Yer planetasiga nimadir bo'lmoqda.